Assalomu alaykum do'stlar. Bugundan boshlab sizlar bilan USMLE sessiyamizga tayyorgarlikni boshlaymiz va birinchi fanimiz sifatida endokrinologiya fanini tanladik. USMLE sessiyamani o'zi oldindan niyatim bo'lardi. Bepul hamma konsepsiyani tushuntirilgan tartibli video darslar sifatida yozish istagimiz bor edi va nihoyat boshladik mana shu narsani. Ya'ni shunday holatdaki, bitta first aid kitobingiz bo'lsa, mana shu video darslarni ko'rsangiz yetarli bo'ladi. Boshqa BNB bootcamp yoki boshqa kurslarga, pulli kurslarga qo'shilishingiz hojat qolmaydigan, first aid'dagi har bitta konsepsiyani detallarigacha tushuntiradigan va undan tashqari uni real klinikaga bog'laydigan, ya'ni faqat USMLE imtihon topshirib qo'yish uchungina emas, O'zbekiston sharoitida klinikalarimizda ishlata oladigan, ham USMLE tayyorlanayotgan, ham shunchaki bilimini oshirmoqchi bo'lganlar uchun moslab darslar yozish istagimiz bor edi va bugundan boshlab shu narsani boshlayapmiz. Va birinchi fanimizni endokrinologiyadan boshladik. Sababi endokrinologiyani tushunsak, juda ko'p narsani, mohiyatini anglashni boshlaymiz. Xo'p, planimiz qanday bo'ladi? Biz hamma sessiyamada birinchi embriologiyadan boshlaymiz. Embriologiya fanida ko'pchilik USMLE sessiyamida boshlayotganlar menga nima kerak embriologiya deb o'ylaydi, lekin aynan embriologiyani bilishimiz, ya'niki homila yangi zigota hosil bo'lgandan to tug'ilgancha bo'lgan paytdagi bosqichda ma'lum organ qanday rivojlanishini bilsak, shu rivojlanishdagi qaysidir bosqich buzilsa, qanday patologiya olib kelishi yoki to'g'ridan to'g'ri tug'ma kasalliklarni tushunishimizga yordam beradi. Misol uchun bu narsani toza kardiologiya deb bilsak bo'ladi. Yurak paroklari bor, tug'ma yurak paroklari. Ularni tushunish uchun biz embriologiyani bilishimiz shart bo'ladi. Yokida tug'ma, mana endokrinologiyada ham sindromlar bor. Bolalar, chaqaloqlar tug'ilishi bilan bo'ladigan narsa. Shularni tushunishimizga embriologiya kerak bo'ladi. Juda ko'p narsani mohiyatdan tushuntiradi. Yokida anatomiyasiga embriologiya qanchalik uyg'unligini, ya'ni anatomiya tushunish uchun embriologiyani zo'r tushunsak, nima uchun falon narsa falondaqa joylashganligini tushunish oson bo'ladi. Uni keyinchalik darslarimizda ko'ramiz. Anatomiyasi qanday bo'ladi? Anatomiyada bizda insulinimizda asosiy narsa keraksiz ma'lumotlar bo'lib qolgan, ya'niki aytaylik, jigarni chap tomoni orqasida qandaydir ligamentim bor. O'sha ligamentimni lotincha nomini yodlashgacha bizdan talab qilishadi va xolanki uni birorta klinik ahamiyati yo'q. USMLE sistemasida anatomiyasini qanaqadir aynan real klinik ahamiyati bor narsani sizga tushuntiradi. Aytaylik, falon organ bor, mana shunaqa tuzilishda joylashgan, mana shu qismida nimadir bor. Endi mana shu qism buzilsa, mana shunaqa funksiyasida buzilishlar kelib chiqadi. X kasalligi rivojlanadi degan ma'noda tushuntiradi. Ya'ni eng high yield informatsiya, ya'ni klinikada kerak bo'ladigan informatsiya bo'yicha anatomiyani ko'rib chiqamiz. Undan tashqari fiziologiyani ko'ramiz. Ya'ni har bitta, misol endokrinologiyadagi gormon qanday ishlaydi, qanday funksiyalari, bitta har bittasini ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Keyin fiziologiyasidan keyin endi ma'lum bitta prosess buzilsa, qanday patologiya kelib chiqishini ko'ramiz va bu patologiyalar qanday kasalliklarda uchrashini ko'ramiz. Ularni bir-biri bilan diagnoz qilishni o'rganamiz, ya'ni bir xil simptomatika bilan kechadigan kasalliklarni bir-biridan qanday farqlab olishlarini ko'ramiz va diagnostika qanday bo'lishi kerak, O'zbekiston sharoitida yoki USMLE uchun qanday diagnostika ishlatiladi va keyinchalik aynan 2025-26-yildagi zamonaviy standartlar bo'yicha, Amerika standarti bo'yicha davolashlarni ham ko'rib ketamiz. Ya'ni zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Shunchaki bitta narsani hozirdan kelishib olaylik. Hozir oylardan anchadan beri dars tayyorlashi, buni o'tgan videoda ham aytdim, kardiologiyada sinov video dars yozganimda. Men prezentatsiya qilib o'tirishga yoki chiroyli grafikali darslar tayyorlashga to'g'risi vaqtim yo'q, chunki imtihonim yaqin qolyapti. Shuning uchun prezentatsiyaning sifatiga, grafikani sifatiga yoki montajdagi qanaqadir sifatlarga e'tibor bermaymiz yoki gapimda men tartiblab olmaganman, spontan holatda tushuntirib ketaman. Shuning uchun xatolar bo'lsa yoki ko'ngildagidek chiqmasa uzr so'rayman. Iloji boricha shunchaki mavzuni tushunishga harakat qiling. Undan tashqari men hamma shu first aid kitobimizdagi har bitta konsepsiyani tushuntirib boraman. Aytganimdek, boshqa resurslarga hojat qolmaydigan holatda nimani o'rgatsam, nimani eslab qoling desam, shuni o'rganib ketsangiz bo'ldi. Ya'niki USMLE sistemasida shunday narsalar borki, toza yodlash kerak. Aynan imtihonda sizdan so'raladi, klinik ahamiyati yo'q. Yoki klinik ahamiyati bo'lsa ham shunchaki yodlanadigan narsalar bor. Va undan tashqari aynan tushunish kerak bo'lgan qismlar bor. Ya'ni yodlab o'tirish shart emas, mohiyatini tushunsangiz bo'ldi. Mana shunday holatda men aytib ketaman. Bu narsani, shu faktni, X fakt bor, mana shu narsani yodlang, bo'ldi.
antikarta qiling deyman. Hozir antikarta haqida ham to'xtalaman. Siz shuni yo'llab borsangiz, videoda ko'rib, Foresight kitob sotib olib, shu Foresight bo'yicha ko'rib ketsangiz, men tushuntiradigan mavzularni antikarta qilib ketsangiz, shu yetadi, sizga boshqa resurslar kerak bo'lmaydi, xudo xohlasa. Oxirida misol uchun endokrinologiya fanimiz tugagandan keyin siz bemalol to'g'ridan to'g'ri Uvaltga o'tib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni boshqa keyslar yoki boshqa PNB, bootcamp video darslarini ko'rishingiz hojat qolmaydi. To'g'ridan to'g'ri Uvaltga ishlashga kirishib, Uvaltda ishlab qo'yib, keyingi sistemaga o'tsangiz ham bo'laveradi, nasib bo'lsa. Sizlar bilan keyinchalik nasib bo'lsa keyslar tayyorlab, keys qanday ishlash kerak, keys qanday tahlil qilinadi, undan qanday antikarta qilishlargacha ko'rib chiqamiz. Ya'niki sizga onlayn bepul mentor sifatida ham dars o'rgatadigan, ham sizga vazifa berib boradigan inson sifatida bo'lishga harakat qilaman. Chunki o'zimda bir paytlar mana shu narsada qiyinchilik bo'lgani uchun qolganlarga ancha yordam bo'ladi, nasib bo'lsa. Tibbiyotimizni anchagina ko'taradi degan umid bilan boshlayapmiz. Demak, antikarta nima? Antikarta ko'pchilikning xabari bor. O'sha ingliz tiliga tayyorlanayotganlar ko'pchilik o'rganib olgan bu narsani. Antikarta nima? Tasavvur qiling, bitta qog'ozni kesib oldingiz. Qog'oz bo'libni. So'z yodlayotganingizda ingliz tilida qilib ko'rganlar bor. Misol uchun parent degan so'zni yozadi. Shu qog'ozni shuni orqa qismiga o'zbekcha variantini yozadi. Misol uchun ota-ona degan ma'noda yozib qo'yadi. Takrorlashga kelganda shu qog'oz kesib, parent ko'rdim, eslashga harakat qiladi. Tarjimasi nima edi? Ota-ona edi deb eslashga harakat qiladi. Esla olsa, bu chekkaga qo'yib qo'yadi. Eslolmasa, kolodani ichida turadi. Qachonki boshqa so'zlarni takrorlab turib, oxiriga qaytib kelsa, mana shu parent degan so'z ota-onaligini eslab qolguncha ishlatiladi. Ya'niki qog'oz variantida shunaqa qilinamiz so'z yodlashga. Shu narsani elektron varianti bor, antikarta, Android degan ilovamiz bor. Aynan shu ilovada sizni shu formatda elektronisi bor. Undan tashqari uni o'zining algoritmlari borki, sizni qaysidir informatsiyani oson o'rganayotgan bo'lsangiz yoki bilamanni bosayotganingiz uchun, ya'ni bilayotganingiz uchun bu informatsiya sizga uzoqroq muddatda takrorlantiradi. Ya'niki siz biladigan informatsiyani har kun takrorlattirmaydi. Boshida misol uchun bir haftada, keyinchalik bir oyda, keyin 3 oyda bir shu informatsiyani takrorlab turadi. Chunki siz bu narsani bilyapsiz. Yo'q, agar qiyinroq mavzu bo'lib qolsa, qiyinroq informatsiya bo'lsa, hali yodlamagan bo'lsangiz, bugun ishlaysizmi, ertasiga yana chiqadi, indinga yana chiqadi. To'g'ri mana shu informatsiya sizga yodlanib, takrorlanguncha, qotguncha foyda beradigan ilova. Buni 100% qilishni tavsiya qilaman. Bittamen emas, butun dunyodagi iste'mol sistemasida o'qiydiganlar antikarta bilan ishlaydi. Tayyor antikartalar bor, o'zingiz qilsangiz bo'ladi. Men tavsiya qilardim o'zingizga mosini qilib ketishni, chunki baribir o'zingizga yetmaydi. Demak, birinchi endokrin sistemaga kirish qismi qilamiz. Xo'p, demak, bizda buni tushunish uchun nerv sistema bilan endokrin sistemani xuddiki solishtirib ketsak, tushunish oson bo'ladi. Chunki bu ikkalasi gomeostazni ushlab turishga eng asosiy narsa, ya'ni gomeostaz bilamiz, organizmni ichki doimiyligini saqlash. U metabolizm bo'lsin, boshqa bo'lsin, hamma narsani ushlab turadi. Misol uchun, men yugurayotgan paytimda yuragim tezroq ishlashi kerak, chunki tanamga, periferiyaga ko'proq kislorod yetib borish kerak. Mana shu narsani stimulashga aynan nerv sistema bilan endokrin sistema birga ishlaydi. Yokida men dam olyapman, dam olayotgan paytimda hazm sistemam yaxshiroq ishlashi kerak. Bu narsani aynan nerv sistema bilan endokrin sistema uyg'un holatda ishlab turib boshqaradi. Ya'ni gomeostazni boshqaradi. Bularning o'ziga xosliklari bor, bularni ko'rib chiqamiz. Nerv sistema odatda neyrotransmitterlar bilan va elektr impulslar bilan ishlaydi. Ya'niki nerv bo'ladi. Nervni oxirida maxsus mediatorlar, moddalar ishlab chiqariladi. Mediator degani suyuqlikka o'xshagan narsa ishlab chiqariladi. U bo'lishi mumkin asetilxolin, dopamin, norepinefrin. Ularni keyinchalik ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Va mana shu narsalar bizdagi manedagi retseptorlarga ta'sir qiladi. Hujayra bo'lsa, hujayraning tashqarisida retseptorlar bor. Retseptor degani ma'lum oqsillar, aytaylik, kalit bor. Rasm chizishim to'g'ri emas, chunki endi rassom chiqmaydi. Aytaylik, bitta kalit deb tasavvur qilsak, imaniyatda kalit tushadigan zamok bor. Shu zamok bilan kalit qachongida mos kelsa, shundagina eshik ochiladi. Xuddi shuningdek, mana retseptorni o'zini taniydigan maxsus mediatorlari bor. Chunki mediatorlarning ham minglagan turi bor. Aynan bittasi
falon retseptor, aynan shu yerdagi retseptorni qo'zg'ash uchun mana bu mediator kelishi kerak va qachonki mediator mana shu yerga o'tirsa, hujayrani ichida ma'lum proseslar bo'ladi va effekt berishni boshlaydi. Bularni keyinchalik ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Shunchaki umumiy xulosa bo'lib tursin. Va bular odatda transmitterlar va elektr impulslar bilan ishlaydi, nerv sistemasi. Endokrin sistemasi aynan gormonlar bilan ishlaydi. Gormonlar bizda suyuqlik, shunchaki suyuqlik sifatida tasavvur qilsak, do'stlar, men iloji boricha maydalashaman, chunki ko'pchilik katta kurslar ham ba'zi mavzularni yo noto'g'ri tushunib olgan yoki mohiyatiga yetmasdan ketgan bo'ladi. Undan tashqari birinchi kurs bo'layotgan yoki birinchi kurs yoki ikkinchi kurslar fiziologiya darslarini ham mana shu darslar orqali o'rganish uchun noldan boshlab turib biz 100 gacha olib chiqamiz. Ya'ni boshdagi fundamentni ham to'g'rilab ketamiz va 100 gacha, ya'ni polni diagnoz qo'yib davolaydigan darajagacha olib chiqamiz nasib bo'lsa. Xo'p, gormon deganda bitta suyuqlik deb tasavvur qilamiz va mana shu suyuqliklar ishlab chiqariladi bezlardan, maxsus bezlardan ishlab chiqariladi va hujayraga borib turib effektini ko'rsatadi. Qandaydir effekt berishi mumkin bo'ladi. Ularni keyinchalik ko'rib chiqamiz. Xo'p, transmission aksonlar bilan bo'ladi. Akson degani nerv tolasining uzun qismi. Buni 8-sinf anatomiya o'tganmiz. Keyinchalik ham ko'rib chiqamiz. Endokrin sistemasi bloodstream bilan odatda ishlaydi. Ya'niki bitta bezdan suyuqlik ishlab chiqarilyapti. U lokal joyda turmaydi, qonga chiqariladi va qon bo'yicha butun organizmga, to'liq organizmga tarqaladi va birorta effekt beradigan zonasiga borish uchun ham aynan qon bilan tarqaladi. Xo'p, nerv sistemi spesifik target zonasi bor, ya'ni bitta muskul yoki bitta hujayraga, mana bu yerdagi qaysidir organgagina kelib ta'sir qiladi. Misol uchun, aynan yurakdagi bitta bir retseptorlarga kelib bitta nerv ta'sir ko'rsatadi. Gormonlar esa widespread, ya'ni juda keng tarqalgan. Mana shu aytaylik bitta retseptorimiz qayerda bo'lsa, qaysi sistemada bo'lsa, hammasiga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun kortizol degan gormonimiz bor, stress gormoni. Shu kortizol gormoni organizmimizning juda ko'p sistemasiga ta'sir qiladi, chunki qayerdagi mana retseptor bo'lsa, shu yerga borib ta'sir ko'rsatadi. Ya'niki nerv bitta joyga ta'sir qilsa, endokrin sistema qon bilan tarqalgani uchun butun hamma joyga tarqalishi mumkin bo'ladi. Speed of action, ya'ni tezligi. Nerv sistema juda tez ishlashi kerak, millisekundlar. Nima uchun desak, tasavvur qilamiz. Men qo'lim, juda xunuk qo'lim va men qanaqadir issiq narsani ushlab oldim. Aytaylik 100 graduslik nimadir ushlab oldim va mana shu paytda menga og'riq retseptorlari kelishi kerak va og'riq retseptorlar miyamga borib turib, senda og'riq bo'lyapti, sen issiq narsani ushlab olding, qo'lingni tort degan informatsiya miyada обработка bo'lib turib, yana qaytib qo'lga kelishi kerak va qo'l muskullari qisqarib turib, aynan maxsus muskullar gruppasi qisqarib turib, qo'limni mana shu yerdan tortib olishim kerak bo'ladi va bu narsa millisekundlarda bo'lishi kerak, chunki agar tortib olmasam qo'lim kuyib ketadi. Juda millisekundlarda bo'ladi. Va endokrin sistemasi bu juda sekin bo'ladi, ya'niki slow, sekundlardan boshlab kunlargacha ta'sir qiladi. Misol uchun, kortizol gormoni bir necha soatdan keyin effektini boshlaydi. Nima uchun desa, bu narsani tushunish juda oson. Ya'niki qonda qaysidir gormon miqdori tushib ketdi. Gormon miqdori tushib ketdi-da, bu narsani miqdorini oshirish uchun birinchi gipotalamusga boradi. Gipotalamus nima uchun gipotalamusga boradi? U nima? Hozir keyinchalik gaplashib chiqamiz. Gipotalamusga boradi. U gipofizga ta'sir ko'rsatadi. Gipofiz ma'lum bezlarni ishlab chiqaradi. Target zonaga borish uchun target zonaga borib turib, o'sha effektni ko'rsatish kerak bo'ladi va bu narsalar noldan bitta oqsil yoki bitta steroid bo'lsa, yo'q tabiatli molekularni noldan hujayra sintezlanishi kerak. Aynan endoplazmatik retikulumda sintezlanishigacha avval mana informatsiya yetib borishi birinchi muammo. Ikkinchi muammo yangi molekulalarni sintezlash. Uchinchisi bu qonga chiqarib to mana effekt beradigan zonaga borguncha ancha vaqt ketib qoladi. Bu sekundlardan, minutlardan bir necha soat yoki bir necha kunlargacha ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ba'zi gormonlar qonga kamayib ketsa, bir necha kundan keyin miqdori oshib turib, keyin effekt ko'rsatishni boshlaydi. Ularni keyinchalik ko'ramiz. Xo'p, duration of effect. Effekt qancha turadi? Nerv sistemi odatda kam turadi, ya'niki bitta qo'lim issiqlikka tegdi
Men qo'limni tortib oldim. Bo'laman shu informatsiya ketdi. Men qo'lim og'riyapti degan informatsiyadan tashqari, men hozir issiq ushlab oldim degan informatsiya, impuls bo'lib ketdi, chunki men qo'limni tortib oldim. Shuning uchun bir marta effekt beradi, shu bilan to'xtaydi. Endokrin sistemasi long lasting. Nima uchun? Yana shu o'zimiz manatga qaytamiz. Qonga chiqariladi. Qonga chiqarilib turib, effekt berishi o'zi uzoq muddat sarflayapti. Effekt bergandan keyin qondagi gormon jigarga borib turib yoki buyraklar orqali metabolizmga uchrab organizmdan chiqib ketguncha, ya'ni qonda konsentratsiyasi yo'qolguncha effekt ko'rsataveradi. Ya'niki boshlang'ich stadiyada 100 mg misol uchun bitta gormon ishlab chiqarildi deb olsak, u 3 kundan keyin aytaylik jigarda metabolizmi uchrab 30 mg gacha qoldi xolos. 70 mg yo'qolib ketdi, lekin 30 mg hali ham qolgani uchun shu 30 mg yo'qolguncha ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun long lasting effekt beradi. Undan tashqari kontrol nerv sistemi voluntary involuntary, ya'niki biz ixtiyorimiz bilan boshqaradigan sistema bor. Bu somatik nerv sistemi degan aynan muskullarimizni, skelet muskullarimizni qo'limni qimirlatishim, men hozir ekranga yozishim, shularning hammasi men ixtiyor bajaraman. Undan tashqari ixtiyorimga bo'ysunmaydigan qismlar bor, ya'niki yuragim necha marta urishi yokida ichak sistemamdagi enterik nerv sistemasi qanday ishlashi, men uni ixtiyorim bilan to'xtatib tura olmayman. Hozir men vaqtim yo'q, ichagim ishlamay tur degan ma'noda impuls bera olmayman. Va shu narsa nerv sistemi xos, ya'niki ham ixtiyor boshqariladi, ham ixtiyorsiz boshqariladi. Endokrin sistemi odatda ixtiyorsiz boshqariladi, ya'niki men o'zim davay kortizol chiqarishim kerak deb miyamda impuls bera olmayman. Qachonki qaysidir sabab tug'ilsa, organizm o'zi ishlab chiqaradi. Ya'ni men boshqara olmayman. Shu narsa asosiy informatsiya endokrin sistemani tushunishga. Xo'p. Endi gormon nima degan narsa? Gormon molekulalar endokrin bezlardan ishlab chiqariladi va qonga ishlab chiqariladi. Ular borib turib ma'lum bitta spesifik retseptorlarga ta'sir qiladi. Hozir aytganimdek lock and key, bitta kalit bor. U bitta qulfga borib turib ta'sir ko'rsata oladi xolos. Shu holatda ishlaydi. Misol uchun kortizol boradi, ma'lum kortizol retseptorlarga ta'sir ko'rsata oladi. Ya'ni retseptor deganda shuni tanib oladigan oqsil moddalar deb tasavvur qilsak bo'ladi. Hujayra ustida turadi ular. Juda ko'p hujayrada minglagan, millionlagan balki retseptorlar turi bor va ular o'zining effektini beradi. Signaling types, ya'niki gormonlar 3 ta asosiy sistemada ishlaydi, ya'niki mexanizm bo'yicha. Birinchi endokrin degan narsa bor. Endokrin ta'siri, parakrin, autokrin. Endokrin degani bitta bezda ishlab chiqariladi va qonga chiqarilib turib, qon bo'yicha organizmda effekt berish boshlaydi. Misol uchun insulin bergan, aytaylik insulin degan gormonimiz oshqozon osti bezida ishlab chiqariladi. Beta hujayralarda Langergans orolchalari ishlab chiqariladi va qonga chiqariladi. Qonga chiqarilib turib, hop, misol uchun jigarga boradi, jigarda qaysidir effektlarni beradi. Ya'ni qon orqali tarqalishi biz endokrin deymiz. Parakrin degan narsa bor, neighboring cells, ya'ni qo'shni hujayraga ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun bitta hujayra bor, yonda yana bitta hujayra bor. U o'zidan bitta gormonni ishlab chiqaradi. Mana hujayramiz, birinchi hujayramiz va u shunchaki yondagi hujayralarga ta'sir ko'rsata oladi xolos. Ya'ni mana oldidagi hujayraga yoki mana yerda yana bitta hujayramiz bor desak, mana unga ta'sir ko'rsatadi. U qonga chiqishi ham shart emas. Shunchaki yondagi hujayraga ta'sir qo'yishi mumkin. Parakrin. Bu somatostatin insulin bilan effekti. Ya'ni hozir keyinchalik ko'ramiz. Oshqozon osti bezimizda 3 ta asosiy guruh hujayralar bor: alfa, beta, delta. Va shu delta hujayradan bizda somatostatin chiqadi va somatostatin manida chiqib turib, mendagi insulinni chiqishini bloklab qo'ydi. Yonma-yon turgani uchun bular parakrin deyiladi. Ya'ni qonga chiqishi ham shart emas, yondagi hujayraga ta'sir ko'rsatadi. Autokrin esa o'zi ishlab chiqargan narsaga o'zi effekt beradi. Ya'ni mana hujayramiz nimadir gormon ishlab chiqardi va mana shu gormon o'zidagi bitta retseptorga ta'sir ko'rsatib, o'zini o'zi stimulaydi. Va bu narsa autokrin, ya'ni o'ziga ta'sir ko'rsata oladi xolos. Misol uchun interleykin 2 T hujayralarda. T hujayralarning keyinchalik immunologiya sistemasida ko'ramiz. Nasib bo'lsa, immunologiyani bilish, hamma vrach bilishi kerak bo'lgan narsa. Nima uchun bizda misol uchun C reaktiv belok oshadi, nima uchun elektritsitni
cho'kish tezligi oshadi. Nimaga biz immunoglobulin M tekshiramiz, nimaga immunoglobulin G tekshiramiz, bularni qachon bo'ladi tekshirish kerak, hammasini tushunish uchun immun sistema juda zo'r foyda beradi. Keyinchalik nasib bo'lsa ularga ham dars o'tamiz. Buni tushunish uchun shunchaki aytaylik, makrofaglar tashqaridan qaysidir mikrob tushib qoldi. Shunchaki tushunishga harakat qilinglar, bo'lmasa keyinchalik mavzulardan ko'rib ketamiz. Makrofaglar bitta mikrob ushladi, uni yutib oladi, parchalab tashlaydi va ma'lum bitta uni ichidagi oqsillarni olib turib, mana shu oqsilli modda organizm oqsilni ko'rsang, bu demak organizmga begona, uni o'ldirish kerak degan ma'noda signal chiqarib beradi va bu T hujayralarni aktivlaydi. T hujayra, aytaylik, beta hujayra buni ko'rdi, aktivlandi va o'zidan interleykin 2 degan modda ishlab chiqardi. Interleykin 2 nima, ularning qanday funksiyasi bor? 10-chi interleykin nima funksiya beradi? 6-chi interleykin nima funksiya bajaradi? Ularni keyinchalik nasib bo'lsa o'tib beraman, xudo xolasa. T hujayra ishlab chiqar, interleykin ishlab chiqaradi va interleykin 2 shu hujayraning o'ziga ta'sir ko'rsatadi, T hujayralarni yanada ko'proq aktivlash uchun. Va mana shu narsa bizda autogren, ya'ni o'zini o'zi aktivlashi. Undan tashqari interleykin 2 yondagi T hujayraga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Bu endokrin, parokrin ham bo'lishi mumkin. Ya'niki bitta sistema faqatgina bitta gormon faqatgina mana endokrin turda ishlaydi yoki parokrin turda ishlaydi yoki autogren turda ishlaydi demaymiz. Ba'zi holatda hammasida ham ishlashi mumkin bo'ladi. Menimcha mohiyat tushundik. Xo'p, endi gormonlarning shu suyuqliklarimizni turlari bor. Ya'niki bitta suyuqlik, uni tabiatiga qarab turib kimyoni o'tganmiz. Kimyoda moddalar bor, yog' tabiatli yoki suv tabiatli, shunaqa moddalar bor yoki tarkibi oqsil bo'lishi mumkin, yog' bo'lishi mumkin, uglevod bo'lishi mumkin. Shularga qarab turib 3 ta asosiy gruppamiz bor. Bularning nimaga kerak? Men nimadir aytyapmanmi, demak bu qanaqadir klinik ahamiyati bor yoki imtihonda tushishi mumkin bo'lgan narsa. Men hozir sizlarga qanaqadir molekulyar strukturani o'rgatib o'tirmayman, chunki u bizga kerak emas. Shunchaki biling, 3 ta gruppasi bor. Bittasi peptid gruppa yoki protein gormoni deyiladi, bittasi steroid gormonlar, bittasi amin gormonlar. Mana shu 3 ta gormon turi bor. Xo'p, bularni qisqacha nima ahamiyati borligini, qanday effekt ko'rsatishini ko'ramiz. Peptid gormonlar, peptid deganda protein, ya'ni oqsil tabiatli bo'ladi. Bularga misol uchun insulin, glukagon, AKTG mana shunaqa gormonlar kiradi. Va bular odatda hujayrada endoplazmatik retikulumda ishlab chiqariladi va endoplazmatik retikulumda pre-pro gormon sifatida ishlab chiqariladi. Ya'niki boshida qanaqadir bitta modda ishlab chiqariladi. Bu pre-pro gormon deydi. Ya'niki pre-pro gormon. O'zi gormon bo'lishi kerak. Undan oldin pro qismi bor, undan oldin pre qismi bor. Ya'niki bir nechta qo'shimchalar bor. Aytaylik, mana qism bor, mana qism bor. Yana boshqa moddalar bilan ishlab chiqariladi. Keyin u narsa bu pre-pro gormon bo'lsa, pre-pro. U pro gormonga o'tadi. Aytaylik, faqat asosiy o'zagi bilan bitta qismi qoldi. Mana qolgan qismlari yo'qotib yuboradi. Va oxir oqibat bu pro gormon aktivlanganda gormon holatiga o'tadi. Faqat qizil bilan belgilagan misol uchun gormonimiz ishga tushadi va qonga sintezlanadi. Va bu narsa sekretory vesikularda saqlanadi. Bularni juda zo'r bo'lib o'rish shart emas. Keyinchalik mavzularda ko'rsak, yaxshiroq tushunamiz. Biling, shu protein degan gormonlar bor. Ular odatda hujayraning ichida pre-pro gormon sifatida ishlab chiqariladi, chunki boshqa qo'shimcha oqsilli qismlar bor. Keraksiz qismlarni olib tashlab, uni pro gormonga, keyinchalik u aktivlanganda gormonga chiqariladi va odatda hujayraning ichida endoplazmatik retikulum bo'lsa, mana yerda yadrosi bor, mana yerda membrana mitoxondriyalar bor desak, ana endoplazmatik retikulum yoki ribosomalarda bu moddalar ishlab chiqariladi. Hujayrani ma'lum bitta vezikullar bor, ya'ni vakuolar deb o'tganmiz botanika qismlarimizda. Shunga o'xshagan bitta vezikula bor, bitta shar, shu ichida mana shu gormon to'planib turadi hujayraning ichida va qachon kerak bo'lsa qonga chiqariladi. Buni ahamiyatini keyinchalik ko'ramiz. Aynan insulinda bemor o'zi insulin qabul qilgan va shuning hisobiga gipoglikemiyaga tushganmi yoki organizmda juda ko'p insulin ishlab chiqarilib ketdimi? Ya'ni insulinoma degan tumor bor, insulinoma.
omi deb tugayaptimi, demak bu bizda onkologiya deganni beradi. Ya'ni любой omi bilan tugagan narsa odatda onkologiya beradi. Insulin nomi aynan insulin ishlab chiqaradigan bitta hujayralarni rak hujayrasiga o'tib ketishi, ya'niki bitta hujayra miqdori juda ko'payib ketdi, o'zidan juda ko'p insulin ishlab chiqaradi va organizm uni regulyatsiya qila olmaydi, chunki bu opxil, ya'niki rak hujayrani biz nazorat qila olmaymiz. Juda ko'p insulin ishlab chiqaradida u glyukozani miqdorini tushiradi. Ya'ni bilamiz, insulin glyukozani miqdorini tushirishi kerak. Juda ko'p insulin miqdori bo'lsa, juda glyukozni miqdori tushib ketadi va bu bizda glyukoz tushib ketsa komagacha olib borishi mumkin. Buni ham mexanizmini keyinchalik tushuntiraman. Endi bemorimiz keladi, koma holatda, gipoglikemik, ya'ni glyukoz miqdori tushib ketgan holatda keladi. Biz organizmda insulin nomi bo'lyaptimi yoki bemor o'zini atalib kasalga solish uchun, chunki factitious disorder yoki shunaqa turlar bor. Bemor nimadir maqsad qilib yoki maqsadsiz ham hattoki o'zini kasalga tashlab yuboradi. Ya'ni haqiqatan o'lchasangiz qonda glyukoza juda tushib ketgan bo'ladi, koma holatda turgan bo'ladi. Lekin u tashqaridan insulin dorisini olgan bo'ladi. Mana shu narsani farqli berishga shu sekretary vesicledagi mana preprogormon, gormon sistema shu qism bizga ahamiyati bor. Qisqacha spoiler sifatida aytaman. Insulin sintezlanayotganda hozir shu joyda tushuntirsam bo'lar ekan. Preprogormon sifatida ishlab chiqariladi, keyin progormonga ishlab chiqarilyapti. Progormonga o'tdi. Keraksiz qismlari chopilib ketdi. Va qonda hujayraning ichida mana bu qismi turadi, ya'ni progormon holatda turadi va qonga chiqarilganda ham qizil bilan belgilagan insulin gormoni chiqadi, ham ko'k bilan belgilagan bitta maxsus C-peptid degan narsa bor. C-peptid, peptid degan oqsil. C shunchaki nomi shunaqa. C-peptid nomlangan oqsil bor. Mana shu chiqadi va insulin qancha miqdorda chiqsa, shuncha miqdorda C-peptid ham chiqadi. Va bizda maxsus laboratoriya tekshiruvlar bor. Aynan insulinning miqdorini tekshira olamiz va aynan C-peptidning qondagi miqdorini tekshira olamiz. Agar ham insulinning miqdori baland, ham C-peptidning miqdori baland bo'lsa, demak organizm o'zida ko'p ishlab chiqarilgan, demak bu insulin nomi bo'lishi mumkin degan gumon bo'ladi. Yo'q, insulin miqdori qonda yaxshigina baland, lekin C-peptid umuman aniqlanmayapti yoki juda past miqdorda aniqlanyapti. Demak bu tashqaridan olgan insulinni, chunki ichkaridan bo'lganda C-peptid bilan insulin birga chiqishi kerak edi. Ya'ni ikkalasi bitta oqsildan xuddi sintezlangan ikki bo'lak. Agar C-peptid bo'lmayaptimi, demak bu organizm o'zi ishlab chiqarmagan, tashqaridan olgan. Demak bu bemor tashqaridan ichgan insulinning hisobiga gipoglikemik holatda turibdi desak bo'ladi. Uni keyinchalik ko'ramiz. Shunchaki men peptid gormonlar yoki mana preprogormon haqida tushuntirishga general informatsiya sifatida beryapman xolos. Xo'p, solubility degani qonda erishi. Xo'p, bular gidrofil bo'ladi, qonda eriydi, shuni hisobiga qonda erkin yura oladi. Bizda mana steroid gormonlar bor. Bu steroid gormonlar esa bular lipid tabiatli bo'ladi. Lipidlar yog'da eriydi, lekin qonimiz gidrofil bo'lgani uchun, suv tabiatli bo'lgani uchun bu moddalar o'zi erkin tura olmaydi. Ya'niki suvga, misol uchun yog'ni tashlab qo'ysangiz qanday bo'ladi? Erimaydi, bitta joyda to'xtab qolishi mumkin. Ularni birorta organizmning qismiga olib borish uchun maxsus bitta oqsillar kelib, ularni xuddiki gidrofil holatga, suvda eriydigan holatga o'tkazadi va shu oqsillar tashib beradi va mana shu xuddiki dastavka sifatida ishlaydi. Mana peptid gormonlar yo'q, o'zi qonda bemalol erkin tura oladi, chunki suvda eriydi. Circulate freely in blood. Mexanizmi bu hujayra membranasidan ichkariga kira olmaydi, hujayra ustidagi retseptorlarga bog'lanadi deyapti. Nima uchun? Misol uchun bitta hujayrani olsak, hujayramizda tashqaridagi mana membranasi odatda fosfolipidlardan tashkil topgan. Fosfolipid. Ya'niki lipid moddalardan tashkil topgan, ya'ni yog' membranasi bor va hujayrani ichiga nimadir kirmoqchi bo'lsa, agar bu yog' tabiatli bo'lsa, yog'da eriydi. Shuning uchun bemalol bir-birining ichiga o'tib ketaveradi. Ya'ni unda yog' molekulalari turibdi, bu yerdan yog' kelyapti-da, bemalol sizib ichkariga kira oladi va to'g'ridan-to'g'ri sitozoldagi retseptorlarga yoki yadroga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin tashqarida mana bu qism lipid bo'lgani uchun bu protein
tabiatli, oqsil tabiatli moddalar keladida, yog'dan erib ketolmaydi, ichkariga kirolmaydi, chunki bu suvda eriydi, yog'da erimaydi, ichkariga kirolmaydida. Maxsus endi tashqarida retseptorlar bo'lishi kerak effekt ko'rsatish uchun, chunki o'zi hujayraning ichiga kirolmayapti, DNKga bog'lana olmaydi va yadroga kirolmaydi. Shuning uchun tashqarida maxsus moddalar, retseptorlar bor. Oqsillar aynan shu proteinni taniydigan oqsil gruppalari bo'ladi, keladi va mana shu birikkandan keyin mana protein ichkariga maxsus effektlarni beradi. Qanday ta'sir ko'rsatishlarini ko'rsataman. Buni iloji bo'lsa Javohir akamni Shark Science'ni aynan retseptorlar mavzusini ko'rib olsanglar tavsiya beraman, chunki o'zbek segmentida tibbiyotda ko'taradigan eng muhim video darslar butun tibbiyot sohasida shu Javohir akani retseptor mavzusi eng high mavzu. Chunki u ham nerv sistema atrofida emlanadi, kardiologiya, endokrinologiya hammasi mana shu retseptorlar atrofida aylanadi. Shuning uchun ko'rib olsanglar foydali bo'ladi. Keyinchalik o'zim ham tushuntirib beraman. Demak, protein moddalar ma'lum oqsillar bo'lsagina, retseptorlar bo'lsagina hujayrada effekt ko'rsata oladi. Shuni hozir bilib olsak bo'ldi. Men mana bu qismlarni ochib turaman, chunki juda ko'payib ketdi, tartibsiz ketdi. O'zi men juda tartibsiz chizaman. Xo'p. Menimcha tushunarli bo'lyapti do'stlar. Tushunmayotgan bo'lsangiz, savollarni bemalol Telegramdan menga yozsangiz bo'ladi yoki kommentariyalarda yozsangiz yana xursand bo'lardim, chunki kommentariya qanchalik ko'p bo'lsa, layklar qanchalik ko'p bo'lsa, shuncha YouTube algoritmi hisobiga video kengroq tarqaladi. Xo'p, biz kelgan qism actionga keldik. Rapid onset va second messenger. Second messenger degani aynan hozir aytgan hujayraning ustidagi retseptorlar qo'zg'algandan keyin ichkarida ikkilamchi messengerlar bor, ya'niki o'zini effektini beradi. Keyinchalik ko'ramiz. Aynan mana shunaqa moddalar bor. Shular bilan ishlaydi demoqchi. Chunki o'zi ichkariga kira olmayapti, tashqaridan maxsus oqsil yordamida aktivlanyapti va bu oqsil hujayrada qandaydir effekt berish uchun mana shu qo'shimcha transportyor desak bo'ladi yoki qo'shimcha dastavchilar bilan, kuryerlar bilan ishlaydi. Xo'p, demak shu peptid gormon degan narsa bor ekan, u suvda eriydi ekan, yog' tabiatli bo'lmagani uchun hujayraning ichiga kira olmas ekan, shuning uchun maxsus retseptor bo'lishi kerak ekan, xolos. Mana shu narsani bilib tursak yetadi hozircha. Qolganini hammasini keyin mavzularda ko'rib yaxshiroq tushunib ketamiz. Steroid gormonlar ikkinchi gruppasi. Bular odatda adrenal va gonad gruppa deyiladi yoki va vitamin D gruppasi. Bu nima degani? Adrenal degani bizda buyrak usti bezimiz bor. Buyraklarimizni misol uchun buyrak deb tasavvur qilsak, ustida buyrak usti bez joylashgan bo'ladi. Uni qavatlari qanday gormonlar ishlab chiqarishini keyinchalik tushuntirib beraman. Shu adrenal sistemada, ya'ni buyrak usti bezdan ishlab chiqariladigan gormonlarning ko'pi yog' tabiatli steroidlar bo'ladi. Chunki bularning hammasi xolesterol degan moddamiz bor. Xolesterol biz ko'pchilik yomon narsa, xolesterol miqdori oshib ketsa chatoq degan narsa o'ylaydi, lekin xolesterol bizda mana kortizol, allosteron, testosteron, progesteron, estrogenlarning hammasini sintezlashda birinchi modda bo'ladi. Xolesteroldan keyin qaysi moddalarga aylanadi, keyin qaysi moddaga aylanib, oxir oqibat misol uchun testosteronga o'tadi. Ya'ni xolesteroldan kelib chiqqan bo'ladi testosteronimiz misol uchun. Bular shu adrenal bezdan chiqadigan gormonlar hammasi ko'pchiligi steroid gormon bo'ladi. Xo'p, va gonads degani endi jinsiy organlar tasavvur qilyapti. Ya'niki ayollarda tuxumdan ovaris va erkaklarda testis. Ya'niki o'zbekchasida urug'don desa kerak. Mana shularni o'zida ishlab chiqaradi. Ovaris bizda estrogen ishlab chiqaradi. Estrogen ham bizda yog' tabiatli, testis esa testosteron ishlab chiqaradi yoki testosteron ishlab chiqaradi. Bularning hammasi yog' tabiatli bo'ladi. DHA nima, ularning aldosteron hammasini keyinchalik ko'ramiz. Va bulardan tashqari vitamin D ham bizda steroid gormon ichiga kiradi. Chunki vitamin D yog' tabiatli bo'lgani uchun hujayraning ichiga to'g'ridan-to'g'ri kira oladi, yadroga ta'sir ko'rsata oladi. Buni ko'ramiz. Xo'p, aytdik, bu xolesteroldan kelib chiqqan bo'ladi. Xo'p, synthesis produces on demand, ya'niki vesiklda to'planib turmaydi. Hozir aytdik-ku, ya'niki hujayraning ichida peptid gormonlar turadi, qachon kerak bo'lsa tashqariga chiqadi. Lekin bu vezikulalar bizda yog' tabiatli bo'lgani uchun deylik, bitta hujayra ichida vezikulalar ichida gormonlarni saqlanayotdi. Lekin mana qiz bilan belgilaganim aynan
vezikulani atrofida o'ralgan membranasi, ya'ni vezikulani tashkil qilgan membrana o'zi yoq tabiatli. Endi ichida yoq tabiatli gormon ishlab chiqarilsa, shunchaki sizib chiqadi hujayraning ichiga. Hujayraning ichidan keyin tashqariga chiqishi ham oson bo'ladi, chunki hujayraning devori ham yoq tabiatli, ya'ni to'g'ri qonga chiqib ketadi. Shuning uchun bu saqlansa bo'lmaydi, chunki qonga doim chiqib turadi. Shuning uchun qachon kerak bo'lsagina ishlab chiqariladi demoqchi. Va erish uchanligi bu hammasi yoq tabiatli bo'lgani lipofil, qonda erkin yura olmaydi, maxsus protein oqsillar kerak bo'ladi. Misol albuminlar bo'lishi mumkin, seks hormon binding globulin bor, tiroid gormon binding globulinlar bor. Bularning ham zo'r effektlari bor. Keyinchalik ko'rib o'tamiz. Misol uchun testosteron qonda erkin turmaydi. Aynan mana shu seks hormon binding gormon bilan birikkan holatda tashiladi. Ma'lum bitta organga borib turib, keyin mana shu globulin oqsili ajraladi, testosteronni o'sha organga xuddiki kiritib yuboradi ichkariga. Mexanizm cross membrane, chunki yoq tabiatli bo'lgani uchun ichkari kira oladi va intrasellyular retseptorlar. Ya'niki hujayraning tashqarisida bo'lishi shart emas. U ichkarida, sitozolda, sitoplazmadagi retseptorlarga ta'sir ko'rsatadi yoki to'g'ridan-to'g'ri yadroning ichiga kirib DNKgacha o'zi birikib oladi bular. Sekin ishlaydi va transkripsiya faktorlarini o'zgartiradi, gen ekspressiyasini oshirish. Xuddi shu aytganimdek, DNKga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib turib, ma'lum moddalarni ishlab chiqarishini aktivlashishi mumkin bo'ladi. Ya'niki bular transkripsiya faktor degani DNKni stimulab beradi, ko'payishga, ma'lum oqsillarni sintezlab berishga javobgar bo'ladi. Demak, biz bilishimiz kerak hozir bu yerda. Nimani bilay desangiz, steroid gormon degan turi bor ekan, ular xolesteroldan ishlab chiqarilar ekan. Odatda bular adrenal va gonad sistemadan ishlab chiqarilgan gormonlar ekan, ya'ni testosteron, progesteron, estrogen, kortizol, aldosteron, DH degan gormonlar. Va undan tashqari vitamin D ham shunga kiradi ekan. Va bular yoq tabiatli bo'lgani uchun vezikulada turmaydi, hujayraning ichiga o'zi kira oladi va bularning retseptorlari intrasellyular, ya'ni hujayraning ichida joylashgan yoki sitoplazmada yoki yadroda bo'lar ekan va to'g'ridan-to'g'ri genga ta'sir ko'rsata olar ekan bular. Shuni bilsak bo'ldi. Va 3-turi amino gruppali gormonlarimiz bor. Bular ma'lum bir aminokislotadan kelib chiqqan. Misol uchun tirozindan kelib chiqqan bo'lishi mumkin, triptofandan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Misol uchun tirozin bizda juda muhim aminokislota hisoblanadi. Beta tirozin molekulasidan aytaylik dopamin sintezlanadi. Dopamindan keyinchalik norepinefrin, epinefrin ishlab chiqariladi, ya'ni adrenalin, noradrenalin deymiz. Mana shular ishlab chiqariladi. Hammasi beta tirozin degan amino asiddan, ya'ni amino gruppadan kelib chiqqani uchun bularni amin gormon deymiz. Beta aminokislotada o'zak sifatida kelib chiqyapti. Undan tashqari bu yerda melatonin ham ishlab chiqariladi. Ishlab chiqariladi. Mana shu sistema. Buni ham ko'ramiz nasib bo'lsa. Xo'p, aytayapman, juda ko'p narsa bor. Tushunsak, videolarni ko'rib borsak, xudo xolasa, to'xtab qolmasak, tushunamiz. Ba'zi dorilar bor, aynan dopaminni ichkariga kirishni bloklaydi, lekin u ham norepinefrin, epinefringa ta'sir ko'rsatadi. Nima uchun hammasini ko'rib chiqamiz. Parkinsondagi beradigan dorilarimiz nima uchun davleniya oshirib olishi mumkin yoki shularni ko'rib chiqamiz nasib bo'lsa. Xo'p, amin gruppa, katexolaminlar gruppasiga kiradiganlar bor. Bular oqsilga o'xshab qiladi. Xuddiki bular mix deb olsak bo'ladi. Amin gruppani steroidda ham effektini berishi mumkin, oqsil tabiatli gormondan ham effektini berishi mumkin bo'ladi. Bitta gruppasi bor. Demak, oqsil tabiatli gormonlarga o'xshab suvda eriydi, hujayra ustidagi retseptorsiz ishlolmaydi. Hujayra ustida retseptor bo'lishi kerak. Bular epinefrin, norepinefrin misol uchun kiradi. Va ikkinchi turi tiroid gormonlar. Bu steroidlarga o'xshab qiladi, chunki aynan T3, T4 gormonlarimiz lipid tabiatli bo'lgani uchun ular aytaylik T4 keladi, T3 ga aylanadi. T3 to'g'ridan-to'g'ri hujayraning ichiga kira oladi, chunki bu yog' tabiatli, yog'da erigani uchun mana fosfolipidlardan hujayra membranasi ichkariga kiradi, to'g'ridan-to'g'ri DNKni ichiga ham kira oladi. Chunki DNKni mana atrofidagi ham qobig'i yog' tabiatli bo'lgani uchun yadroning ichi demoqchiman, yadroning ichigacha ham kirib DNKni to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'ladi va metabolizmni kuchaytirib oladi. Keyinchalik ko'ramiz bularni. Va T3, T4 bizda progormon, xuddi mana yerda ko'rganimizdek progormon va T3 aktiv gormon. Keyinchalik ko'ramiz bu narsani. Demak, bizda nima hozir bilishimiz kerak? 3 ta gormon turi bor: peptid, steroid, amin gruppa. Ularni qaysi biri suvda eriydi, qaysi biri suvda erimasligini ko'rdik va buni mohiyati nima? Suvda eriydiganlari, ya'ni qonda bemalol o'zi yura oladi, lekin hujayraning ichiga kira olmaydi. Shuning uchun ma'lum bitta dastavchik bo'lishi kerak, retseptorlar bo'lishi kerak ta'sir ko'rsatish uchun. Steroid gormonlar yog' tabiatli, qonda erkin yura olmaydi, chunki yog' suvda erimasligi uchun, qonimizda esa suv tabiatli
bo'lguncha gidrofil bo'lgani uchun maxsus bitta gidrofil bo'lgan oqsillarimiz bo'ladida, tashuvchi bizdagi kuryerimiz, va bu kuryerlar maxsus gormonlarni olib turib target organga olib borib beradi va ular o'sha yerga yetib borgandan keyin bemalol hujayra ichiga o'zi kira oladi. Va amin gruppalar xuddiki bularning ikkalasini mix holatdagi formasi va bular beta aminokislotadan o'zak aminokislotadan rivojlanishi uchun amin gruppa deydi. Atak bularni shunchaki borligini bilib tursangiz bo'ldi. Bizda bu yerda fiziologiyasi, bu mohiyatini tushunish, nima uchun ba'zi gormonlar retseptorlar bilan ishlaydi, ba'zilarda esa retseptor ham shart emas degan narsani tushunishga yetadi. Menimcha tushuntira oldim. Xo'p. Endi bizda endokrin sistemasining asosiy qismi negativ va pozitiv feedback degan narsa bor. Bu narsani ko'pchilik biladi, lekin tushunishga harakat qilmaydi. Negativ feedback nima? Xo'p. Bitta gormon bitta stimul ishlab chiqariladi, stimul keladi. Misol uchun bu yerda nima narsa bo'ladi? Gipotalamusda bularni yodlashish shart emas, shunchaki tushuntirishga harakat qilyapman. Keyinchalik mavzularga o'tamiz. Tiroid releasing gormoni ishlab chiqariladi. Bu borada gipofizga ta'sir ko'rsatadi. Gipofizga ta'sir ko'rsatib, gipofiz o'zidan tiroid stimulating gormon, biz organizmda buqa kasalligida o'chaydigan TSH deymiz, ashni ishlab chiqaradi. Gipofiz borib turib bizda tiroid glandiga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni bizdagi околочтабильный железаga ta'sir ko'rsatadi. U yerdan T4 ishlab chiqaradi. T4 va T3 ishlab chiqariladi. Asosan T4 ishlab chiqariladi. T3 to'qimalarda, periferiyada borib turib T4 dan T3 ga aylanadi. D-yodinaz degan enzim bor. T4 degani o'zi tarkibida 4 ta yod bor degani. Shu 4 ta yodli moddadan 3 ta yodli moddaga o'tsa, uni aktiv formasi hisoblanadi. Bitta yodini chiqarib olsa, D-yodinaza yodini olib tashlaydi degan ma'noda. D-yodinaza enzimi bitta yodni olib tashlaydi va 3 ta yod qolgandan keyin bu aktiv formaga o'tib ta'sir ko'rsatadi. Bularni ko'ramiz. Xo'p, qachonki T4 miqdori oshish uchun bizda tiroid releasing gormon ishlab chiqarilishi kerak. U TSH miqdorini oshirish kerak. TSH tiroid glandiga kelib turib, davay bizda ishlayadi deb T4 miqdorini oshirib berish kerak bo'ladi. Endi T4 miqdori oshdi, organizmga kerakli miqdorga yetdi. Endi buni miqdori oshib ketmasligi kerak. Ya'ni mana TRH miqdori oshib turaversa, ya'ni ishlaydigan stimul kelaversa bo'lmaydi. Chunki bu T4 miqdori ham oshib ketsa, juda noxush holatlarga olib keladi. Shuning uchun T4 miqdorini oshganini organizm sezadi. To'g'ridan-to'g'ri gipotalamusga, misol uchun gipofizga ingibirovchi effekt berish kerak. Bo'ldi, biz yetarli ishlab chiqardik. Biz ko'p miqdorda bor. TRH ishlab chiqarishni tushir degan ma'noda signal beradi va bu manfiy zaryadlar TRH miqdorini, tiroid releasing gormon miqdorini ishlab chiqarishni pasaytiradi. Tiroid releasing gormon pasayishi TSH pasaytiradi, TSH pasaygani T4 miqdorini tushiradi va yana normaga qaytaradi. Ya'ni qachon kerak bo'lsa stimullaydi. Stimullangandan keyin gormon miqdori oshgandan keyin u borib turib ingibirovchi effekt bilan birinchi stimulni ingibirlash kerak. Ya'ni stimul berayotgan moddani borib turib ingibirlab qo'yish kerak bo'ladi. Mana shu narsa negativ feedback deyiladi. Bitta modda ishlab chiqarilyapti, u ikkinchi moddani stimullayapti. Birinchi moddaning miqdori oshganda ikkinchi moddaning miqdori oshdi. Endi ikkinchi moddaning miqdori oshganini kelib turib birinchi moddaga bo'ldi, men yetarli ishlab chiqarildim deb ingibirovchi ta'sir ko'rsatishi, mana shu narsa negativ feedback deyiladi. Qiyin narsa emas, ko'rib olamiz va bu narsa bizda aynan bu xil kasalliklarda diagnostika qo'yishimizga zo'r foyda beradi. Aynan diff diagnostikada ko'ramiz, nima uchun TSH bilan T4 miqdorini ko'rishimizni ko'rsak bo'ladi keyinchalik. Yokida kortizol bilan kortikotropion releasing gormonni ko'rsak bo'ladi. Bu ham xuddi shu, kortikotropion releasing gormon gipotalamusda ishlab chiqariladi, u gipofizga kelib turib AKTG degan gormonni ishlab chiqaradi. AKTG esa buyrak usti beziga borib turib kortizolni ishlab chiqaradi degan ma'noda signal beradi. Kortizol miqdori oshsa, u keladi kortikotropion releasing gormonni ingibirovlab qo'yadi. Bo'ldi, men yetarli ishlab chiqardim. Ishlab chiqishi qo'zg'atayotgan stimulni to'xtat degan ma'noda keladi. Shu ingibirovchi effekt berayotgani uchun ham negativ deyiladi. Yoki insulin glyukoza miqdori, ya'ni qonda glyukoza miqdori oshdi. U qonda insulinni miqdorini oshiradi. Insulin o'zining effektlari bilan glyukozaning miqdorini tushiradi.
glyukoza miqdori tushgandan keyin insulin yana qonda oshiq holat turaversa, nabrot kerakli miqdorda ushlab turish kerak bo'lgan miqdordan ko'ra glyukoza miqdori tushib ketgani uchun organizmda negativ feedback yaratilgan Alloh taolodan. Mana shu glyukozani pastligini sezib turib, endi insulin ishlab chiqarilishini bu narsa bloklab qo'yadi. Bloklab qo'yayotgani uchun negativ feedback deyiladi. Menimcha tushuntira oldim. Bitta stimul keladi, bitta gormonni ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarilgan gormon miqdori oshishi, kelib turib stimulni o'zini bloklab qo'yadi. Shu narsa negativ feedback deyiladi. Endi pozitiv feedback bor. Xuddi shu narsaning teskarisi. Ya'ni bizda hozir bitta stimul kelib turib, ikkinchi moddani oshirdi, oshirganning hisobiga mana modda miqdori oshgani kelib turib buni ingibillatadi. Bu negativ feedback edi. Endi mana shu joyda pozitiv feedback degan narsa bor, ya'niki stimulab qo'yish mumkin. Ya'niki bitta modda ishlab chiqarildi. U stimul modda ishlab chiqarildi. U qaysidir gormonni miqdorini oshirdi va gormonni miqdorini oshishini sezib turib, yana ko'proq ishlab chiqaradi, stimul beradi. Ya'ni ko'proq ishlabdi, ko'proq signal bo'ladi. Hozir buni ko'ramiz. Misol uchun, oksitotsin degan gormonni ko'rsak, xo'p, buni tushunish uchun bachadon deb tasavvur qilsak, otaxonlik bachadon. Bola turibdi, boshi bilan turadi odatda. Misol uchun bitta bola turibdi. Bolani ahvolini. Anta cervix bor. Cervix bachadonning bo'yin qismi. Shu bo'yin qismida maxsus bosimni sezadigan hujayra retseptorlar bor. Qachonki bolani boshi mana shu yerga tegishni boshlaydi, qachonki tug'ilish boshlansa, magnitdagi hujayralar sezadi, oksitotsin degan gormonni ishlab chiqaradi. Oksitotsin GQ bilan ishlaydi, kalsiy miqdorini oshiradi. Kalsiy miqdori oshsa, hujayrada muskullar qisqaradi, ya'ni muskul qisqarishi bo'ladi. Bachadonning muskuli qisqaryapti. Qarashi va oksitotsin miqdori oshgani kelib turib, yana muskulni ko'proq qisqartiradi, yana bolani ko'proq managa o'tkazadi, nima? Bo'yin qismigacha yetkazadi. Bo'yin qismi yana ko'proq sezadi, ya'ni bosim kuchayadi, ya'ni bola qanchalik bu yerga qarab yursa, shunchalik bosim bu yerga oshadi. Endi magnitdagi bosim oshishi yana oksitotsinning miqdorini oshirishga stimul bo'ladi. Oksitotsin yana ko'p miqdorda chiqadi, yana bosim oshadi. Bosim oshgani yana oksitotsinning miqdorini oshiradi. Ya'ni bu pozitiv feedback. Agar bu yerda ham negativ feedback ishlagan edi, muskul qisqardi. Muskul qisqargandan keyin effekt bo'ldi, effekt yetarli bo'ldi. Endi oksitotsin miqdorini tushirsak ham bo'ladi deb, agar negativ feedback shu yerda ishlagan edi, bola mana yerda bo'yin qismiga keldi, lekin shu yerda to'xtab qolardi. Bizga bu narsa kerak emas. Bo'yin qismiga keldimi, homila tug'ruq boshlandimi, biz bolani tug'ishga stimul bo'lishi kerak. Ya'ni beta modda qo'zg'aldi, oksitotsin ishlab chiqaradi, oksitotsin kelib turib muskulni qisqartiryapti, muskul qisqarishi yana oksitotsinni o'zini ishlab chiqarishni qo'zg'aydi. Mana shu narsa pozitiv feedback. Negativ feedbackdan farqi, stimul beta moddani ishlab chiqarishni oshirib turib, keyin o'zi ingibillanib qolmayapti, naborot yanada aktivlanyapti. Baby's head pushes on the cervix. Cervixga bolani boshi tegyapti. Nerv signallar boradi miyaga. Shu retseptor qo'zg'alyapti. Bizni bachadondagi bo'yin qismidagi retseptor qo'zg'aldi, mexanoretseptorlar. Oksitotsin ishlab chiqar, tug'ruq boshlandi degan ma'noda oksitotsin ishlab chiqariladi. Kuchliroq qisqaradi. Kuchliroq qisqargandan keyin yana ko'proq bosim bo'ladi shu bachadonning bo'yniga va bu ko'proq bosim yana ko'proq oksitotsin ishlab chiqaradi va bu narsa qachonki the product reinforces the stimulus, creating a runaway loop until a specific event breaks the cycle. Ya'ni bitta jarayon bo'lishi kerak, shungacha bu pozitiv feedback ishlayveradi. Qachonki bola tug'ilishi, bizda mana bu loopni to'xtatadi. Ya'ni bola tug'ildi, bachadonning bo'ynidan aytaylik o'tib ketdi. Bachadonning bo'yinidagi retseptorlar qo'zg'almayapti-da va qo'zg'alish bo'lmagani uchun oksitotsin miqdori tugaydi. Ya'ni qachongacha mana bu effekt kelguncha, ya'ni bola tug'ilguncha oksitotsin pozitiv feedbackdan ishlaydi. Qachonki bola tug'ilgandan keyin bu loop, ya'ni aylanib, sirkul to'xtaydi. Va yoki ovulyatsiya holatida estrogen miqdori, buni ham keyin ko'ramiz, lekin qisqacha tushuntirib ketaman. Xo'p, gonadotropin releasing gormon ishlab chiqariladi gipotalamusda. U bizda LH, FSH stimulaydi. LH xosatan estrogen miqdorini oshiradi va boshida u negativ feedbackdan ishlaydi. Ya'ni menstrual hayot siklini ko'rayotganimizda ko'ramiz bu narsani. Estrogen miqdorining oshishi
o'zi normada negativ feedback bilan kelib turib gonadotropin releasing gormoni tushirishi, bu keyin LH miqdorini tushirib turib estrogenni, yana oshib ketgan estrogenni normaga qaytarib turishi kerak. Shunday bo'lib turadi. Lekin ma'lum miqdorga kelganda estrogen miqdori oshdi. Shu oshgandan keyin aytaylik normada 5 gram ishlab chiqarilsa edi, negativ feedback bilan ishlayotdi. Endi estrogen miqdori 5 gram emas, 10 gramga yetganda уже negativ feedbackdan pozitiv feedbackga o'tib qoladi. Ya'ni 10 gram bo'lgandan keyin endi kelib turib mana yerda ingibillanmaydida, naborot stimulash boshlaydi. Estrogen oshdi, gonadotropin releasing gormoni miqdorini oshadi, LH miqdorini oshiradi, estrogen yana oshiradi va bu narsa sikl aylanaveradi va oxir oqibat LH surge degan narsa bor. LH miqdori yaxshigina oshadi. Aytaylik 100 gramgacha chiqib ketadi deb olsak, qo'pol oshadi, lekin sonlar nisbiy 100 gramga keladi, LH surge bo'ladi. Mana shu LH surge kerak bo'ladi ovulyatsiya uchun. Ya'niki tuxum hujayra follikulning ichida rivojlanyapti. Mana shu follikulni yorib o'tish uchun, teshib o'tish uchun bizda LH kerak, juda ko'p miqdorda. Qachonki LH surge bo'lganda, ya'ni pikka chiqdi degan, surge degani pikka kelganda keladi, mana follikulni yorib yuboradi va ichida mana altsid falopinlarga ishlab chiqariladi. Buni mavzularimizda ko'ramiz. Menimcha mohiyatini tushuninglar. Pozitiv feedback mana shu yerda ishlaydi. Blood clotting, qachonki platelet trombositlar aktivlanadi, bitta jarohat bor, yara bor, qo'limni misol uchun kesib oldim va qon to'xtash uchun keladi trombositlar kelib turib, trombosit miqdori xuddiki oshadi, boshqa trombositlarning miqdorini oshiradi. Qachonki shu yara bitguncha pozitiv feedbackda ishlaydi demoqchi. Bizda hozir hayal informatsiya mana shu ikkitasi, oksitotsin bilan estrogen menstrual siklda LH surge bo'lishini mohiyatini tushunsanglar bo'ladi. U qaysi biri nimani ta'sir qiladi, ularni keyinchalik ko'ramiz. Shunchaki pozitiv feedback degan narsa borligini bilsangiz bo'ldi. Xo'p, endi uni keyingi mavzuda tushuntiraman. Bitta narsani tushuntirib ketsam, bizda asosiy endokrin sistemaga e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p marta gipotalamusni men chiqib ketdim. Gipotalamus degan narsa bor. Gipotalamus bu miyada joylashgan, miyani adashmasam diencefalon qismiga kiradigan bitta nerv hujayralar to'plami, miyadagi bitta markaz. U bizda gipofiz bilan birga ishlaydi. Gipofiz ingliz adabiyotlarida buni pituitary deydi. Pituitary deb ataydi. Bir-biri medical english ham kuchaytiramiz do'stlar. Pituitary bilan birga gipofiz bilan birga ishlaydi. Gipofiz nima? Gipofiz aynan base. Bu ham bosh miyamiz ichida joylashgan, turetskiy sedlo deyiladi. Bu sfenoid bonni ichida joylashgan bo'ladi. Uni rasmini internetdan qarab olsanglar bo'ladi. Men uni prezentatsiyaga rasm joylashgan vaqtim qisqarganing uchun qilmadim. Sfenoid bon bor bizda, kapalaksmon yuzimizda joylashgan shu sfenoid bonni ichida aynan turetskiy sedlo degan miyamizda bitta qismi bor. Shu turetskiy sedloda gipofiz bezi joylashgan bo'ladi. Qiziq ma'lumot, mana gipofizni massasi adashmayotgan bo'lsam 0.6 gram bo'ladi. Lekin bu juda ko'p gormonlar, asosiy gormonlarni organizmdagi aytaylik 70-80-90% gacha gormonlarni metabolizmni mana shu gipofiz boshqaradi. 0.6 gramlik bitta mag'azcha shuncha effekt beradi. Ko'ramiz, ozgina bitta gormonni 0.001 milligramga bitta gormon miqdori oshib ketishi qandaydir kasallikgacha olib kelib qolishi mumkin. Mana shu narsa 0.6 gramlik gipofiz bilan boshqariladi. Gipotalamus demak birinchi asosiy nomer 1 xo'jayin, miyani xuddiki asosiy nervlarni ham misol uchun nerv impulslarini obработка qiladigan oliy nerv markazi bor bo'lganga o'xshab, endokrin sistemaning oliy nerv markazi xuddiki gipotalamus. Ikkinchi o'rinda gipofiz turadi. Gipofizni gipotalamus boshqarib turadi. Boshqarib turishi aynan releasing gormonlar bilan, releasing hormons bor va inhibiting gormonlar bor. Xo'p, release degan so'zimiz bor bizda. Release bilamiz inglizchada tashqariga chiqarilish ma'nosida, release qo'yib yuborish, ishlab chiqarish ma'nosida. Bu releasing gormonlar stimulaydigan gormonlar. Ya'niki bitta gormon, mana bitta modda ishlab chiqariladi. Gipofizni qo'zg'atsa, pozitiv effekt bersa, ya'niki bitta gormon miqdori ikkinchi gormon miqdorini oshirsa, bu pozitiv bo'lgani uchun bu releasing gormon deydi. Misol uchun gonadotropin releasing hormon. Gonadotropin gormonlarni releasing qiladigan gormon.
ya'ni relizing kuchaytiradigan gormon. Bu effekt keladi, gonadotropin relizing gormon keladida gipofizga kelib turib, aynan FSH, LH miqdorini oshirgani uchun ham aynan relizing gormon deyiladi. Inhibiting hormonlar bor, qachonki shunga teskari ishlasa, ma'lum bitta gormon ishlab chiqariladi, gipofizga negativ signal bersa, mana shu narsalarni biz inhibiting gormon deymiz. Demak, gipotalamus bilan gipofiz shu ikkita yo'l bilan odatda ishlaydi. Ya'ni ko'zdan maxsus moddalar ishlab chiqarib, yo pozitiv yo negativ effekt bilan gipofiz yo qo'zg'ashi yo ingibillashi mumkin bo'ladi. Gipofiz esa keyin target organga boradi. Ishlab chiqarilgan gormon to'g'ridan to'g'ri organizmdagi qaysidir organlarga borishi mumkin yoki gipofiz qo'shimchasiga, ya'ni pastdagi periferiyadagi bezlarga borishi mumkin bo'ladi. Misol uchun kortikotropin relizing gormon gipotalamusdan chiqadi. Relizing gormon aynan plus ta'sir ko'rsatadigan kortikoid gormonlarga gipofizda adrenokortikotropin gormon ishlab chiqariladi va bu keyinchalik periferiyadagi bez aynan buyrak usti beziga keladi va buyrak usti beziga ta'sir ko'rsatgandan keyin aynan buyrak usti bezni o'zi keyin kortizol gormon ishlab chiqaradi. Ya'ni birinchi o'rinda gipotalamus bo'lyapti, gipotalamusdan pastda gipofiz, uchinchi qavat, ya'ni bosh direktor o'rinbosari, direktor o'rinbosari buyrak usti bezi va mana shu yerda ishchi kuch kortizol ishlab chiqariladi. Shu narsani bilsak bo'ldi, ya'ni gipotalamus degan narsa bor, gipofiz degan narsalar bor. Gipotalamus bu ko'proq nerv to'plamlari, bularning yadrolari bo'ladi. Yadro nima degani? Bitta gipotalamusni chizishga harakat qilaman. Aytaylik, mana gipotalamusni bitta tasavvur qilsak, ichida juda ko'p yadrolar bor. Yadro degani nerv to'plamlari. Aytaylik, qaysidir effektga javobgar bo'lgan nervlarni to'plami mana shu yerda to'planib qolgan. Nervlar mana shu yerda to'plangan. Bitta guruh nervlar yadroni hosil qiladi. Yadrolarni hosil qiladi. Bunaqa yadrolar bir nechta bo'lishi mumkin, chunki gipotalamus juda ko'p effektlari bor. Talamus, gipotalamuslarni har bitta yadrosi xuddiki nervlarni to'plami va u nervlar ma'lum bitta funksiyani boshqarishi ta'minlaydi. Ya'ni tashqi periferiyadan kelgan impulslarni tahlil qilib effekt berishga, stimul berishga javobgar bo'lgan yadrolar bor. Yadro degani demak nerv tugunlarini tushunsak bo'ladi. Gipofiz esa to'g'ridan to'g'ri bez hisoblanadi. O'zi u yerda bez hujayralari bo'lgani uchun uni biz bezga kiritamiz. Bu birinchi darsimiz bo'ldi. Menimcha endokrinologiyaga kirishga yetarlicha informatsiya bera oldim. Biz sizlar bilan hozir ko'rgan informatsiyada men bilishingiz kerak degan narsani bilgan bo'lsangiz, negativ pozitiv feedbacklarni va gormonlar turini bilgan bo'lsangiz va gormon nimaligini, endokrin, parakrin, autokrin turlarini va nerv sistema bilan endokrin qanday bir bilan ishlashini tushungan bo'lsangiz, men xursandman. Sizlar bilan Medic Stem jamoasi bo'ldi. Agar videolarimiz yoqgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlanglar, iloji bo'lsa do'stlarga yuboringlar. Do'stlar, chunki bu narsa yaxshigina vaqt oladi. Video dars olish uchun bu narsadan moliyaviy qanaqadir foyda ko'zlanmagan, nasib bo'lsa oxirigacha noldan bitta Forsay kitobini hammasini tushuntiradigan, ya'ni 6-kursgacha o'tgan hamma mavzuyimizni xuddiki o'tib beraman. Iloji boricha shunday qilib, tushunarli, mayda, soddalab, hatto birinchi kurs ham tushunadigan holatda noldan boshlab 100gacha olib chiqamiz. Shu maqsad. Hamma fanda, faqat endokrinologiya emas, kardiologiyani o'tamiz, respirator sistemani o'tamiz, embriologiya, biokimiya, hamma narsani bepul bitta baza yaratamiz. Sizlardan shunchaki mana shu mavzularni ko'rib borish, har bitta videodan keyin shunday like bosib qo'ying, chunki like bosishga juda ko'p vaqt ketmaydi. Bosganingizda qanaqadir muammo kelib chiqmaydi, nasib bo'lsa. Like bossangiz xursand bo'laman. Kommentariy yozsangiz, bu YouTube algoritmida video yaxshiroq rivojlanishiga hissa qo'shadi. Sizlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum.